Yurtimizda xotin-qizlarning jismoniy tarbiya va sportga qiziqishlarini oshirish hamda sohani rivojlantirish uchun prezidentimiz tomonidan ko'plab qaror va farmonlar qabul qilindi. Buning natijasida xotin-qizlar muntazam sport bilan shug'ullanib kelishmoqda. Viloyatimizning Toshkent tumanida 22 ta tuman ayol qizlari ishtirokida musobaqa bo'lib o'tdi. Mamlakatimizdagi keng qamrovli islohotlar xotin-qizlar masalasini ham qamrab olgan. Ayniqsa ularning salomatligi uchun qayg'urish ustuvor masala sifatida belgilab olindi. Zotan sog'lom avlodgina yurt kelajagini ta'minlaydigan asosiy omil sanaladi. Shunday ekan, viloyatimizning Toshkent tumani universal sport majmuasida sport nafislik va salomatlik manbai shiori ostida sportning shaxmat, shashka, voleybol, badminton, streetbol va stol tennisi turlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari va o'rta maxsus professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar o'rtasida sport musobaqalari o'tkazildi. Ushbu sport musobaqasini o'tkazishdan asosiy maqsad xotin-qizlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ommaviy sportni yana ham kengaytirish maqsadida o'tkazilyapti. Ushbu sport musobaqasi 6 ta sport turini o'z jamlagan bo'lib, ushbu sport musobaqalari demak 3 bosqichda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Birinchi bosqich tuman shahar bosqichi, ikkinchi bosqich viloyat bosqichi hamda viloyat bosqichini g'olibligini qo'lga kiritgan har bitta sport turi bo'yicha g'oliblar demak musobaqaning respublika bosqichida ishtirok etishadi. Ushbu musobaqani o'tkazishda asosiy ko'mak sifatida yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasiga Toshkent viloyat hokimligi, bundan tashqari xalq ta'limi, professional ta'lim hamda oliy ta'lim muassasalarida shu faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faol ishtirok etishyapti. Musobaqaning birinchi bosqichida Toshkent viloyatining 22 ta tuman shaharlaridan jami 3000 nafardan oshiq xotin-qizlar qamrab olingan bo'lsa, mana bugungi o'tkazilayotgan musobaqaning viloyat bosqichida 300 nafardan ko'proq xotin-qizlar qatnashyapti. Umid qilaman, respublikada ham faxrli o'rinlarni egallab, Toshkent viloyatini chanda munosib himoya qilib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishadi viloyatimiz ayollari. Mazkur musobaqalarda viloyatimizdagi ta'lim muassasalaridan kelgan 200 dan ortiq jamoalar ishtirok etishdi. Dastlab ishtirokchilar sportning voleybol yo'nalishida kuch sinashishdi. Yurtimizda sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki sport aholi salomatligini mustahkamlaydi, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Ayollar o'rtasidagi musobaqaga keldik. Bu yerda bir nechta sport turidan musobaqalar tashkillashtirilgan. Voleybol, stol tennisi, badminton, shashka, shaxmat sport turlaridan tashkil etilgan. Bu sport bilan bu ayollarga bo'lgan e'tibor, sportga bo'layotgan yanada ommalashtirayotganlik haqida bilamiz. Prezidentimiz bizga yaratayotgan sharoitlardan foydalanib, biz mana shunaqa musobaqalarga qatnashib, o'z sog'lig'larimizni tiklaymiz. Musobaqaga qatnashishimdan juda xursandman va xudo xolasa yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi. Barcha yurtdoshlarga g'urur, iftixor bag'ishlaydi. Musobaqa yakunida g'olib bo'lgan jamoalar yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi.